Kofe rost yoki yolg'on? Kofe yurakka zararli. Yolg'on agar me'yorida ichilsa yurak faoliyatiga zarar bermaydi. Kofe uyquni butunlay buzadi. Yolg'on. Ha, uning tarkibidagi kofein uyg'oqlikni oshiradi, lekin 4-5 soat davom etadi xolos. Kofe metabolizmni tezlashtiradi. Ha, rost, yog' yoqilishini tezlashtirib, ozishda yordam berishi mumkin. Kofe kayfiyatni ko'taradi. Ha, rost, kofe serotonin va dopamin ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri kayfiyatni ko'taradi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Qora non ozishda yordam beradimi? Yolg'on. Qora va oq nonning kaloriyasi deyarli bir xil. U ozishda yordam bermaydi. 6 dan keyin ovqatlanmaslik ozdiradimi? Yolg'on. Ozish uchun qachon ovqatlanishning ahamiyati yo'q. Asosiysi defitsit kaloriya bo'lsa bo'ldi. 10 ming qadam yurish ozishda yordam beradimi? Rost, 10 ming qadam yurish kaloriya yo'qotib, metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Yanada ko'proq ma'lumotlar bilib olish uchun esa obuna bo'ling. Non semirtiradi. Yolg'on. Hamma gap qancha yeyishda va nima bilan yeyishga bog'liq. Qora non ozishda yordam beradi. Bo'lmagan gap. Qora va oq nonning kaloriyasi bir xil. Oq non qonda shakar miqdorini ko'taradi. Ha, to'g'ri, ko'taradi. Nonda faqat keraksiz kaloriyalar. Bo'lmagan gap. Butun donli nonda kletchatka, vitamin hamda minerallar bor. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Guruch rost yoki yolg'on? Guruch semirishga olib keladi. Yolg'on. Guruchni kechqurun yeyish mumkin emas. Yolg'on. Guruchda gluten yo'q. Rost. Ozish uchun guruch yeyishni to'xtatish kerak. Albatta yolg'on. Guruch ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Ha, rost, yaxshilaydi. Guruch qonda shakar miqdorini tez ko'taradi. Yolg'on, ko'tarmaydi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Kartoshka rost yoki yolg'on? Kartoshka ozishda yordam beradi. Ha, rost, yordam beradi. Kartoshkada foydali moddalar yo'q. Yolg'on. Kartoshka yurak uchun zararli. Yolg'on. Kartoshka diabetga olib keladi. Albatta yolg'on. Yangi kartoshka eskisidan ko'ra foydaliroq, chunki unda vitamin C ko'proq. Ha, rost. Kartoshka semirtiradi. Albatta yolg'on. Keyingi videoda qaysi mahsulotni afzal qilaylik? Yozib qoldiring. Tarvuz rost yoki yolg'on? Tarvuz faqat suv va shakar, foydasi yo'q. Yolg'on. Tarvuz tarkibida C vitamini, kaliy, magniy va likopen kabi foydali moddalar bor. Kechqurun tarvuz yeyish semirishga olib keladi. Bo'lmagan gap. Tarvuz kaloriyasi juda ham past, faqat ko'p yeyilsa buyraklarga og'irlik qilishi mumkin. Tarvuz issiqda chanqoqni tez bosadi. To'g'ri, chunki tarkibi 90% suvdan iboratligi uchun tanani tez namlaydi. Ba'zi kasalliklarda tarvuz bilan ehtiyot bo'lish kerak. Ha, to'g'ri, agar qandli diabet yoki buyrakda tosh bo'lsa, me'yorida iste'mol qilish kerak yoki shifokor maslahatidan keyin. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring.